Basenli dachalar necha pul bo'lyapti hozir do'stlar? Buni qaranglar. Mana manzarani bitta sizlarga ko'rsatay. Вообще bomba. Ikkinchi etaj. Dachani adreslari kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada, описаниеda yozasizlar. Ikkinchi etaj. Mana. Buni qaranglar. Zeleniy zona, bolalar, blogerlar jamoasi shu yerda mana qaranglar, reklama qilyaptilar. Bu taraflarni bitta ko'rsataman sizlarga. Basseynni. Gullar qaranglar, gullar. O, bolalar bu yerda, ibodatlar, mana basseyn. Dachani baho berasizlar. Ishlarni bitta ko'rsatib o'taymi? Bu yerga ham dushlar, sauna. Archalar zo'rlarni ekib qo'ygan. Mana qaranglar. Trenajyorniy zal. Bu yerda futbol o'ynashga sharoitlar ko'p qilingan. Mana qaranglar. Joningdan mazza qilyapti bolalar. Ana endi. Hop. Dachani adresi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, stol tennis, darvozalar avtomatik ochiladi. Mana. Sizniki qaysi kanal edi? Tajribali ustalar. Tajribali ustalar kanali adminlari. Sizniki? Ahad Mahmudxon. Shu yerdalar hamma. Bu yerda yotoqxonalari, golf maydonchasi ham bor. Bu yerda oshxona. Yana o'tirib bu yerda besedkalari bor. Qaranglar. Dacha yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozinglar. Dachani haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz yana. Kimga kerak bo'lsa, lokatsiyalari bor, tashlab qo'yamiz. Qonunlar ham bo'lsin. Ular borligin. Qiziqmi sizlarga? Videoning davomi bosinglar. Mana bu yerda yo'laklarda qilgan juda ajoyib did bilan qilgan, mashalloh. Gap bo'lish mumkin emas. Mana qaranglar. Бассейн, детский кухня, сауна, кинотеатр, детский уголок. Besetganlar. Ha, bolalar ishlayapti, yana blogerlar hamma shu yerda. Xullas, yana kimlar borligi qiziq bo'lsa, videoning davomigacha ko'ringlar, oxirigacha men darslarni ko'rsataman. Hozir bolalar ibodat qilib qolsin. Baholasa hammasi haqida ko'rsatamiz. Kimlar kelgan bu yerga? Sizlar tanigan blogerlar hammasi shu yerda. Yo'llaring yomon bo'lsin. Sizni kanalingiz nomi nima edi? Foydus. Foyduz adminlar. Ismingiz? Abdumani. Abdumani jon chetda. Jonlaring yomon bo'lsin. Kelinglar. Lokatsiyasi kerak bo'lsa, dachani tashlab qo'yamiz yo yuborib qo'yamiz. Mana blogerlar jamoasi, o'zimiz ukamiz Ozodjon shu yerdamiz. Shu yerda ham sharofati bilan xudosi bilan vodiyda mehmondamiz. O'shaga shu yerda ham like ham bosib. Joningiz omon bo'lsin. Yana kim qolgan blogerlar? Ro'shanbek gaplashayotganlardan o'qilamiz. Uzr, kechiring. Qaysi kanalingiz? Gazana bos. Gazana bos deganimiz shu yerda mana. Ismingiz? Ixtiyor. Ixtiyorjon, malol. Mana bormi, kommentar yozib qo'yinglar. Ha. Mana basenga bitta sho'ng'imiz hozir. Sizniki nima edi boyagi kanalingiz? Tikuv mashina. Tikuv mashina. O'zi boyaqsa chevarlarda hammasi yaxshi taniydi. Joning. 5 yildan nafas tikuv mashina bo'yicha YouTube'ga, Instagramga video tayyorlaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Hurmatli do'stlar, mana blogerlarning jamoasi hammasi shu yerda. Xizmatda ustozlarning ustozi. Taniganlar kommentariyada yozasizlar bu inson kimligini. Jonlaring omon bo'lsin. Akalarimiz xizmatda mana. Xullas, blogerlar jamoasi vodiyda, Farg'onada yig'ilgan. Jonlaring omon bo'lsin. Salatlar tayyor bo'lyapti. Hozir zakaz oshirish tayyor bo'ladi. Вообще atmosfera bomba. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boradiganlar. Xudo xolasa mana bugun Farg'onadan chiqib ketyapmiz. Mana Farg'ona darvozasi. Bu tarafda ustozimiz Sherzod akam. Farg'ona juda go'zal shahar. Kelinglar tomoshaga. Hurmatli do'stlar, mana Farg'ona darvozasi. Endi chiqib ketyapmiz Marg'ilon tarafga qarab. Yo'llari juda tekis. Malades farg'onaliklar. Joninglar omon bo'lsin. Gap yo'q ekan.
shaharlaringga keldik mehmon bo'lib. Juda mehmondo'st ayniqsa xalq. Juda mehmondo'st. Mana biz mazza qildik kecha dachalarda to'nlar bilan. Ya'ni eng sizlarni suygan blogerlaring bilan hammasini shu yerda edik. Videolari chiqadi nasib bo'lsa. Yana nima deymiz? Qurilishlar ko'p, Farg'onada domlar qurilishini domlari ko'rsating. Farg'onaga kelmaganlar bo'lishi mumkin obunachilar. Endi Farg'onada o'zlaring yaxshi bilasizlar-ku. Farg'onaliklar bitta like bosib qo'yinglar shaharlaringga. Mana yo'llarni yangi asfaltdan qilib, malades. Kecha kuni prezidentimiz kelgan joyga biz ham hozir boryapmiz. Nasib bo'lsa shu bahonada yerlarni tomosha qilib ketish niyatda. Yo'llaring ham bo'lsin, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni kuzatinglar. Biz yana davom etamiz. Manzarani hozir bir ichga kirib, xudo xolasa videolarni ko'rsatamiz. Juda ajoyib dizaynlar qilingan ichkarilarda hozir ko'rsatamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Like, podpiskani ayamanglar. Sizlar uchun Farg'ona shahardan mana Farg'ona ko'rik, Marg'ilon ko'rik degani. Menimcha Marg'ilon ko'rik deb. Shunaqangi ajoyib go'zal joylarga sizlarga obzorlar ko'rsatamiz. Quyida videolar bog'roq hamma jannat bo'lib Молодец, Marg'ilonliklar. Круговое движение, третий съезд. Hurmatli do'stlar, joningiz omon bo'lsin. Mana manzaralarni qarang. Kuni kecha prezidentimiz kelib ketgandi. Juda ajoyib va go'zal qilib qilgan. Mana gullarni qaranglar. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham ajoyib. Mana bu mehmonxona deysizlarmi? Buni so'rab bilib olamiz. Juda bir mana bu Samarqand uslubida qurilgan mana bular. Mana bolachalarni qaranglar, vazza qilishsin. Mana bolachalarni qaranglar. Hurmatli do'stlar, juda ajoyib zo'r qilgan. Marg'ilon City'ga xush keldingiz deydi-ku. Yuring Ozod. Bunday aylanib boraylik chiqani. Mana bu Minorai kalonni o'shalarni ham qilganga o'xshayapti. Marhamat. Juda ajoyib va g'aroyib. Kelinglar Marg'ilonga tomoshaga. Marhamat. Juda ham zo'r, juda ham gap bo'lishi mumkin emas. Hamma yog'i bog'roq, gullar. Mana bularni nastoyash qilib ishlangan ekan. Gap yo'q. Shunaqa gaplar. Menimcha bu yerda Nuroniylar choyxonasi bor ekan, menimcha bu yerda. Hozir. Mana o'rtoqlar. Bu Minorai kalonga o'xshatib olgan ekan. Turistlar g'aroyib ishlaganidan lol qolib ketyapti, qaranglar. Minoralargacha qilib qo'ygan. Bu menimcha bu yerda masjid bor. Bu minoralar masjidning minoralari bo'lardi. Mana buni ko'rinishini juda ham bir lol qolib ketadigan darajada qilingan. Молодец. Shunday holatlarda O'zbekistonlik bo'lganligingdan faxrlanib ketasan odam. Endi mana yerda sun'iy ko'lni qilganini qaranglar, fontanlarigacha qilib qo'ygan. Sizlarga bitta ko'rsatib o'raman esi uchun ham. Bu joyda menimcha masjid bo'lgan. Kafelargacha qilib qo'ygan. Bu yoq yopiq ekan. Mana fontanli ko'llar. Mana qaranglar. Suvdi. Yo'q, молодец. Undan keyin mana bu yerga fontanda yana suv ana qo'yapti. Молодцы. Bu fontan o'ynaydigan fontan ekan, ya'ni muzikaga o'ynaydigan fontan. Bu yerda qanaqadir tadbirimiz shunaqa bo'lyapti. Ya'ni zakovat o'yinlari bo'lyapti. Bu yoqqa aralashmaymiz. Shunaqa gaplar, do'stlar. O'zbekistonning poytaxti Toshkent, vodiyning poytaxti Marg'ilon degan joydan dedik-ku. Kelinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Молодец. Assalomu alaykum. Arkadaşlar, Yerevan'da mashina haydash sirlari degan video bo'ladi.
avtomat korobkada chiqayotganlar Perevalga. Agar sizda bir skorost bo'lsa, shundan minusga qo'yib chiqsangiz bo'ladi mexanika. Agarda minusga qo'yib chiqishlaring mashinaga umuman nagruska qilmaydi. Ya'ni yopib qo'ying. Mana minusga pilos degan joyi bor avtomatlarda. Umuman mashinangiz nima deydi, qiynalmasdan chiqadi va rasxodingiz ham o'sha bir xil bo'ladi. Agar avtomatda chiqib qo'yadigan bo'lsangiz, rasxod ancha ko'payib qoladi. Hamda mashinaga nagruska bo'ladi bu tortish. Perevalda juda 80 ekan, vodiy Perevali. Ya'ni Farg'ona, Qo'qon, Andijon, Namangan mana shu yerlarga Toshkentga mana shu yo'ldan kelsalaring bo'ladi. Hozir biz Toshkent tarafga qarab ketyapmiz. Pereval yo'llar juda tekis. Malades. Endi bitta ikkita joylari qor ko'p tushgan joylari sal nima qilgan bo'lishi mumkin, lekin 3 pallasa mana juda tekislangan. Mashinada tezligi iloji boricha 80, tushishda ham iloji boricha sekin yuraverasizlar, tormozni bosmasdan. Ya'ni plus tarafga qo'yib olsalaring skorosti tushishda. Mashina tez tushib ketib qolmaydi-da. Keyin bemalol tekis pastga tushib olgandan keyin avtomatga tuzaverasizlar, uni avtomatga tuzaveramiz. Tormozni bosib yuradigan akalarimiz ham bor, bilsangiz. Tormozni ko'p bosmaydi. Bilmaydigan akalarim bor. Yangi Perevalga chiqayotgan aytgancha jigarlarimiz bor. Ular ko'proq suv tushayotganda tormozni ko'p ushlab o'tiradi. Xato bu, eng katta xato. Chunki kolodka qizib ketadi-da, oporni qizib ketadi. Keyin tormoz ushamay qoladi. Mana shu joylarga ham e'tibor bo'ling. Telefon qilaman. Mana shu joylarni ham e'tiborga olasizlar, hurmatli do'stlar. Yana nima anaqalari bor sizlarga qiziqtirgan. Endi ko'pchilik o'tib yurganlar bu yerda yaxshi biladi. Mana hozir men yana nimaga soldim? Mashina podyomga tortishini ko'rasizlar buni. Minusga qo'ysak, normalniy tortyapti. Mana o'sha o'zgardi ovozi. Mashina ovozi o'zgardi. Qiynalmasdan tortib ketaveradi. Bitta minusga urib qo'yasizlar, bo'ldi. Mana qarang. Avtomatda bo'lsa mana shu sekin voy yomon toshadi lekin bori. Malades degan joydan besh. Kimga qanaqangi mana shu Perevalda haydash sirlari kerak bo'lgan bo'lsa, kommentar yozinglar. Yana ham Dast kanalining to'liq ma'lumot beramiz. Iloji boricha Perevalda yurganlaringda mana shu distansiya saqlab yuringlar. Bu yerda mashinalar birdan kelib qoladi, yo bo'lmasa tezlik tushishda ayniqsa qiyin bo'ladi-da. Tortishda ham endi iloji boricha distansiya saqlab haydaysiz. Tormoz ishlamay qolishi xavfi bor. Tormoz texnika bu, bilib bo'lmaydi. Radarlar qo'yib olganmiz. Radarlar bemalol chiqib kelaverasizlar. Ayniqsa qorda haydayotgan do'stlarimiz bo'lsa, Perevalda qorda iloji boricha gazlamasdan bir xil skorost ushlashlaring kerak. Bir xil skorostda haydab chiqishlaring kerak. Nimada? Toqqa chiqishda, mana Perevalga chiqishda. Ya'ni bu Perevalimiz yana aytamiz, boyagi Qamchiq davoni deydi, ko'proq o'zimizdagilar oddiy tilda. Mana shu Angren Perevali deyiladi ko'pchilik. Mana Cobalt ham yaxshi benzinda. Yana bitta no degan joy bor, aytib ketay, esga kelib qoldi. Agar metanda bo'ladigan bo'lsalaring, benzinga o'tkazib olsalaring yana ham yaxshi. Ketsalar 2-3 litr benzin ketadi mana shu Perevalga chiqib olishga. No, o'zingizlarga nima deydi? Mashina qiynalmaydi. Metanda bo'lsa qizib ketishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Ana uni ham ayting. Qaysi? Injektor tozalayotganchilar nima dedilar? Ha, injektor tozalaydigan akalarimiz mashinani bepul tozalagan desalaring, agar rosa to'lib qolgan bo'lsa, 95 benzinni qo'yasizlar, mana shu Perevalga chiqayotganda benzinda gazini bosib haydasalaring, injektorlarni ham tozalanar ekan. Endi ustalarda aytish bo'yicha. Men ham shunday degan edim. Ya'ni salgina nagruzka ozroqroq bersalaring, endi bilasizlar, bari podyomda, mashina podyomga chiqqandan keyin yuk yuz bo'lardi yoki yuk yuz bo'lmas, ichida odamingiz bo'lar yoki bo'lmas, baribir mashinamiz yuqoriga chiqqanda sal nagruzka bo'ladi. O'shani hisobiga podyomga chiqayotganda benzinga olinadi. Uni hamma biladi. Endi bilmaydigan shopirlarga akam eslatma qilyaptilar. Bitta joyi, agar mana shu holat to'g'ri bo'lsa, kommentarda ustalarimiz ko'rayotgan bo'lsa, to'g'ri deb yozinglar. Biz noto'g'ri aytayotgan bo'lsak, to'g'rilab ketinglar. Hammaga foydali bo'ladi, masalan. Hammaga manfaatli bo'ladi. Shuning uchun mana Skorskiy hozir drive ga avtomatga o'tkazib oldim, yo'l tekis. Yo'l tekis. Qiynalayotgan payti nimaga o'tkazib olaman? Minusga o'tkazib olaman, ya'ni mexanikaga. Shunaqa. Endi bitta tog'da ham tomosha qildirib oling. Bizning obunachilarga. Ya'ni bu yerda o'tmaganlar bor, orzu qilganlar bor. Misol uchun
ham birinchi marta o'tish ekan. Aytmang aka, birinchi marta kelishimiz. Shunaqangi gaplar. Oynani ochib oldik. Ustozimiz bilan birinchi marta kelishimiz, ya'ni men o'zim birinchi marta kelishimiz, shu Sherzod akam orqali shu vodiyni birinchi marta Pirivaliga chiqishim, vodiyni o'ziga birinchi marta kelishim bo'ladi. Iltimos qatnashga qo'shsalaring sizlarga yangi ma'lumotlar berishga davom etamiz. Farg'onadan olingan videolardan chiqaramiz. Xudo xohlasa kutib turasizlar, biz endi to'xtab olsak videolarni montaj qilib yo'qlarni kerak bo'lsalarni yasab kesib 50 joyi ham bor. Hop, qaranglar, 50 joyi ham bor, 60 joyi ham bor Pirivalda. Boya bizga ham kelganimizda bu yerda shu farg'onalik akalarimiz, ustozlarimiz aytdi, qaytib ketadigandan ehtiyot bo'linglar. Sababi 50 joyi ham bor, 60-70 joyi ham bor. Adashib qolmanglar dedilar. O'shanga har doim o'zingiz ehtiyot qilib yursangiz, antennalarni qo'yib olsangiz yoki telefonda ham programmalar bor, telefonda ham programma ham hammasi aytib beryapti. Qistangizga ham yo'lingizga foyda bo'ladi. Yo'lda mehmonlar vatanlarga, oilalarga yetib olishlarini tilakdoshimiz. Yana yangilik salbiy izlashlar bo'lsa, albatta videoga olamiz. Mana o'sha hamma reklama qilayotgan vodiy perevallaridan mana shu yerlarda mashinalar tushib chiqib kelyapti. Mana toshni qo'yibdilar. Hamma suratga mana yerdan tros bo'lar ekan shekilli. Nasib etsa trosga ham tushib kelamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Perevaldan ko'rsatuvimiz nasib bo'lsa davom etadi. Havo lekin juda toza. Mazza qilasizlar. Bu ham yana ochiladi. Yaxshi bo'ldi. Mana qarang balandligini. Shabbada. Mana yerda bir mashina buzilib qoldimi, nima bo'ldi-da? Kashada buzilib qolib, qarab tushib ketyapti nimagadir. Nimadir bo'lib Shabbadaligini qarang, Ozod. Ozod Norbekov taniganlar bitta like bosib qo'yasizlar jigariga. Havo rosa zo'r ekan. Yaxshi bo'lma. Qorni ko'rsating mana. Mayli, uzoq desam bo'ladi. Endi ko'rsating masalaga. Yaqinlashtirar ekan. Yaqinlashtirganimda yaxshi ko'rinmay qoladi. O'ng taraf, chap tarafingizni ko'rsating, tog'da. Mana qarang. Mana, endi yaqinlashtirib. Qarang, qorlar. Necha kilometr uzoqda lekin bizda. Mana iPhone degan telefonlar shuni ham yaqinlashtirib beryapti ekan. Shabada zo'ra, toza havo. Aralarda bulutlar yurib suzib. Qorni yaqinlashtirib. Qorni qarang. Bomba. Xullas o'rtoqlar, jonlaring omon bo'lsin. Mana shu yerga kelganda bitta rasmga tushib ketinglar. Zo'r, tabiat. Bu yerda endi suv, kofe, shunaqa narsalar bor.